Bugun men juda og'ir, lekin har bir oilaga tegishli bo'lgan mavzuni tushuntiraman. Shifoxonada keksa odamni davolashdan bosh tortishlari mumkinmi? Qarilarni davolamang degan qo'yda bormi? Yangi tartiblar nimani anglatadi va bemor yoki uning farzandlari bunday vaziyatda nima qilishi kerak? Bu ma'lumot sizning ota-onangiz, buvi bobongiz, hatto ertaga o'zingiz uchun ham muhim bo'lishi mumkin. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va oxirigacha tinglang. Chunki bitta noto'g'ri qadam vaqtni yo'qotish esa inson hayotiga ta'sir qilishi mumkin. Men bu mavzuni qo'rqitish uchun emas, aniq tushuntirish uchun ko'taryapman. Chunki odamlar orasida endi yoshi katta bemorlarni shifoxonaga olishmaydi. Davolashdan foyda yo'q desa uyga chiqarib yuborishadi. Tez yordam keladi, lekin olib ketmaydi degan gaplar ko'paygan. Aslida masala bundan murakkabroq. Har bir holatda tashxis, bemorning ahvoli, shifoxonadagi joy, reanimatsiya ko'rsatkichi, davolashdan kutiladigan natija va qonuniy hujjatlar hisobga olinadi. Men hozir sizga oddiy tilda, hayotiy misollar bilan qayerda xavf borligini va qayerda vahima qilmaslik kerakligini tushuntiraman. Avvallari ko'p oilalar shunday o'ylardi. Bemor og'irlashsa tez yordam chaqiriladi, shifoxonaga olib boriladi. U yerda vrachlar nima kerak bo'lsa hammasini qiladi. Ya'ni odamlar shifoxonani oxirgi va majburiy najot joyi deb bilardi. Ayniqsa keksa odamda nafas qisishi, bosim ko'tarilishi, insult belgisi, yurak og'rig'i, qon tushib ketishi yoki hushdan ketish bo'lsa, oila albatta olib ketishlari kerak deb hisoblaydi. Lekin hozir tibbiyot tizimida bir nechta muhim yondashuv kuchaygan. Birinchisi, bemorlarning ahvoliga qarab saralash, ya'ni triyaj. Bu so'z oddiy qilib aytganda, kimga zudlik bilan yordam kerak, kimga ambulator yordam yetadi, kimni reanimatsiyaga olish kerak, kimda esa shifoxonada yotish foydadan ko'ra ko'proq zarar keltirishi mumkinligini aniqlash degani. Ikkinchisi, davolashning maqsadini baholash. Masalan, odamda kasallik butunlay tuzaladimi? Ahvolni barqarorlashtirish mumkinmi? Yoki kasallik oxirgi bosqichga o'tganmi? Uchinchisi, hujjatlashtirish kuchaygan. Vrach og'zaki olmaymiz deb aytishi yetarli emas. U tibbiy asosini yozishi bemor yoki yaqinlariga tushuntirishi kerak. Bu yerda eng nozik joy shuki, odamlar tirajni ba'zan yoshi katta ekan, davolamaymiz deb tushunadi. Men aniq aytaman. Faqat yosh sababli bemorni davolamaslik to'g'ri emas. Ba'zidan 5 yoshli odam ham davolanishga haqli. Lekin ba'zidan 5 yoshli bemorda 5 ta og'ir kasallik, oxirgi bosqich yurak yetishmovchiligi, buyrak ishlanmasligi. Nafas yetishmovchiligi bo'lsa, vrach reanimatsiyadagi agressiv muolaja natija bermasligi mumkin deb baholashi mumkin. Bu yoshga qarab emas, umumiy ahvolga qarab qilinadigan klinik qaror bo'lishi kerak. Birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa, shifoxonaga yotqizish bilan davolash bir xil narsa emas. Bemor shifoxonaga yotqizilmasa ham unga maslahat, tekshiruv, dori yo'llanma, kuzatuv rejasi berilishi kerak. Masalan, 7 yoshli ayolda bosim bir og'riqqa 95 bo'ldi. Boshi og'ridi, lekin nutqi buzilmagan, qo'l oyog'i uyushmagan, yurakda kuchli og'riq yo'q. EKG'da o'tkir infarkt belgisi yo'q. Bunday holatda vrach uni uyda dori bilan nazorat qilishni tavsiya qilishi mumkin. Bu davolamadi degani emas. Lekin agar bosim 220 ga 1020 bo'lsa, ko'rish xiralashsa, ko'krakda bosuvchi og'riq bo'lsa, yuz qiyshayib, qo'l kuchsizlansa, bu favqulodda holat va shifoxona masalasi jiddiy ko'rilishi kerak. Ikkinchi narsa, keksa odamning ahvoli ko'pincha yoshlar kabi ko'rinmaydi. Masalan, chaqirdim yoshli boboda pnevmoniya bo'lsa, har doim ham baland isitma chiqmasligi mumkin. U faqat lanj bo'lib qoladi, ovqat yemaydi, ko'p uxlaydi, chalkash gapira boshlaydi. Oila qarilikda deb o'tirib qoladi. Aslida bu infeksiya, suvsizlanish yoki kislorod yetishmovchiligi bo'lishi mumkin. Shuning uchun keksa odamda birdaniga xulq o'zgarsa, hushyorligi pasaysa, yiqilib tushsa, siydigi kamayib ketsa, lablari ko'karsa, bu oddiy qarilik emas, tibbiy signal. Uchinchi narsa, davolashdan foyda yo'q degan gapni har doim aniqlashtirish kerak. Foyda yo'q deganda nimani nazarda tutyapti? Kasallik butunlay tuzalmaydimi? Reanimatsiya foyda bermaydimi? Operatsiya xavfli deb hisoblanyaptimi? Yoki shifoxona joy yo'qmi? Bu savollarni farzandlar muloyim, lekin qat'iy berishi kerak. Chunki ba'zan oila bir gapni eshitadi va noto'g'ri tushunadi. Masalan, vrach operatsiya xavfi juda yuqori desa, oila operatsiya qilmaymiz. Demak, tashlab qo'yishdi deb o'ylaydi. Aslida vrach konservativ davolash, og'riqni kamaytirish, qon bosimini ushlash, nafasni yengillashtirish rejasini berishi mumkin. Mana bir real hayotga yaqin misol. 7-8 yoshli ayolda qandli diabet bor. Buyragi ham sust ishlaydi.
oyog'ida yara paydo bo'ladi. Oila 2 hafta uyda malham surtadi. Keyin yara qorayib, hid chiqadi, isitma boshlanadi. Shifoxonada vrachlar kech kelgansizlar, infeksiya tarqalgan deydi. Bu vaziyatda muammo shifoxonaning yangi qoidasida emas, kech murojaatda ham bo'lishi mumkin. Keksa odamda kichkina yara ham katta xavf. Ayniqsa qonli diabet bo'lsa, oyoq panjasidagi yara tirnoq atrofi yiringlashi, terining qorayishi zudlik bilan ko'rsatilishi kerak. Yana bir misol, Bakkazning 3 yoshli boboda insult belgilari boshlandi. Og'iz qiyshaydi, gaplari chalkashadi, o'ng qo'li ishlamay qoladi. Oila ertalabgacha kutaylik, balki o'tib ketar deydi. Ertalab olib bo'lganda vrach oltin vaqt o'tib ketgan deydi. Insultda ayrim davo usullari birinchi soatlarda samaraliroq bo'ladi. Demak, bu yerda ham asosiy narsa vaqt. Agar yuz qiyshayshi, nutq buzilishi, qo'l yoki oyoqda kuchsizlik bo'lsa, yoshidan qat'i nazar tez yordam chaqirish kerak. Kim ko'proq ehtiyot bo'lish kerak? 65 yoshdan oshgan yurak yetishmovchiligi bor, avval insult yoki infarkt o'tkazgan, qandli diabeti bor, buyrakka kasalligi bor, saratonning kech bosqichi bor, doimiy yotib qolgan, demensiya yoki xotir pasayishi kuchli bo'lgan bemorlar alohida e'tiborda bo'lishi kerak. Bunday bemorlarda kasallik tez og'irlashadi va belgilari har doim aniq bo'lmaydi. Masalan, yosh odamda infeksiya bo'lsa, isitmasi 39 bo'ladi. Keksa odamda esa harorat 37.2 bo'lib, lekin bosimi tushib ketgan, ko'zi xira. Gapiga javob bermay qolgan bo'lishi mumkin. Kimlar vahima qilmasligi kerak? Agar keksa odamning surunkali kasalligi nazorat ostida bo'lsa, bosim doğru bilan tushsa, nafas olishi yaxshi bo'lsa, xushyorligi joyida bo'lsa, ovqatlanayotgan bo'lsa, siydigi normal bo'lsa, har bir mayda o'zgarish uchun shifoxonaga yotqizishni talab qilish shart emas. Ba'zan shifoxona keksa odam uchun qo'shimcha xavf ham beradi. Begona joy, uyqusizlik, infeksiya, yiqilish, noto'g'ri ovqatlanish, asabiylashish. Shuning uchun yaxshi vrach har doim uyda davolash xavfsizmi yoki shifoxona kerakmi degan savolga javob izlaydi. Endi eng muhim nuanslarga o'taman. Birinchi nuans. Reanimatsiyaga olmaymiz degani davolamaymiz degani emas. Reanimatsiya og'ir, doimiy nazorat va maxsus apparatlar kerak bo'lgan bemorlar uchun. Agar bemorda reanimatsiya ko'rsatkichi bo'lmasa, uni oddiy bo'limda yoki uyda davolash mumkin. Lekin agar nafas yetishmovchiligi kuchli bo'lsa, kislorod saturatsiyasi past bo'lsa, bosim tushib ketsa, hush pasaysa, reanimatsiya masalasi ko'rib chiqilishi kerak. Ikkinchi nuans. Palliativ yordamni taslim bo'lish deb tushunmaslik kerak. Biz oilalar palliativ so'zini eshitishi bilan qo'rqadi. Aslida palliativ yordam og'riqni kamaytirish, nafasni yengillashtirish, bezovtalikni kamaytirish, bemor va oilaga tibbiy hamda psixologik yordam berish degani. Masalan, saratonning oxirgi bosqichida kimyoterapiya foyda bermasligi mumkin, lekin og'riq qoldirish, ko'ngil aynishini kamaytirish, uyquni yaxshilash. Yaralarni parvarish qilish juda muhim. Bu ham davolashning bir turi, faqat maqsadi boshqa. Uchinchi nuans, hujjat bilan og'zaki gapni ajrating. Agar sizga bemorni olmaymiz deyishsa, shunchaki janjal qilishdan oldin tibbiy xulosani so'rang. Qaysi tashxis, qaysi ko'rsatkichlar, qon tahlili, EKG, rentgen, KT saturatsiya, bosim, puls, harorat natijalari qanday? Nega uyga yuborilyapti? Qaysi dori yozildi? Qachon qayta kelish kerak? Qaysi belgilar bo'lsa, zudlik bilan qaytish kerak? Mana shu savollar yozma rejaga aylanishi kerak. To'rtinchi nuans, ba'zan oilaning o'zi davolashni murakkablashtiradi. Masalan, 6 yoshli onaxon 8 xil dori ichadi. Bosimga, qandga, yurakka, qon suyultirishga, oshqozonga, uyquga. Farzandlari esa qo'shnidan eshitib yana 2 ta dori qo'shadi. Natijada bosim tushib ketadi, bosh aylada yiqiladi, son suyagi sinadi. Keksa odamda dori soni ko'paygani sari nojo'ya ta'sir xavfi ham oshadi. Shuning uchun har bir dori nomi, dozasi, necha mahal ichilishi ro'yxat qilib yozilishi kerak. Har bir yangi vrachga shu ro'yxat ko'rsatilishi shart. 5-nuans. Yoshi katta, operatsiyani ko'tarmaydi degan gap ham har doim tekshirilishi kerak. Ba'zan haqiqatan ham operatsiya xavfi juda yuqori bo'ladi, lekin ba'zan kichikroq aralashuv bemorning hayot sifatini yaxshilaydi. Masalan, o't pufagi yallig'lanishi, ichaq tutilishi, son suyagi sinishi kabi holatlarda qaror juda ehtiyotkorlik bilan qabul qilinadi. Bu yerda jarroh, anesteziolog, terapevt yoki kardiolog birga baholashi kerak. Farzandlar faqat yoshi uchun rad etilyaptimi yoki aniq tibbiy xavf bormi deb so'rashi kerak. 6-nuans, tez yordam hamma bemorni avtomatik olib ketmaydi. Tez yordamning vazifasi birinchi baholash, hayot uchun xavf bo'lsa yordam ko'rsatish va kerak bo'lsa shifoxonaga yetkazish. Agar bemor barqaror bo'lsa, ular
uyda tavsiya berishi mumkin. Lekin siz xavfli belgilarni aniq aytsangiz, vaziyat boshqacha baholanadi. Telefon qilganda onam yomon demang, aniq gapiring. Yosh 79 da nafas olishi qiyin, lablari ko'kargan, saturatsiya 8 bosimi to'qinimga oltin, xushyo'ligi pasaygan, siydik chiqish kamaygan. Aniq ma'lumot tez qaror qabul qilishga yordam beradi. 7-nuans. Keksa odamning huquqi bor. U tushuntirilgan rozilik berishi kerak, muolaja mohiyatini bilishi kerak, o'z holati haqida ma'lumot olishga haqli. Agar bemor xushyor va aqli joyida bo'lsa, farzandlari hamma qarorni uning o'rniga qabul qilmasligi kerak. Lekin bemor hushsiz bo'lsa yoki qaror qabul qila olmaydigan holatda bo'lsa, yaqinlari shifokorlar bilan birga tibbiy manfaatni hisob olib harakat qiladi. Endi men aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam uyda tibbiy papka tayyorlang. Unda pasport nusxasi, tibbiy karta yoki eski xulosalar, avvalgi operatsiyalar, allergiyalar, doimiy ichadigan dorilar ro'yxati, oxirgi tahlillar, EKG, UZI, KT yoki MRT xulosalari bo'lsin. Bu papka ayniqsa keksa odamlar uchun juda muhim. Chunki shoshilinch vaziyatda farzandlar hayajonda dori nomini eslay olmaydi. Vrach esa vaqt yo'qotadi. Ikkinchi qadam, dori ro'yxatini alohida qog'ozga yozing. Masalan, enalapril 10 mg ertalab, metformin 500 mg 2 mahal. Aspirin 75 mg kechqurun kabi. Faqat yurak dorisi, qand dorisi deb yozmang. Doza juda muhim. Agar bemor gon suyultiruvchi ichsa, masalan, varfarin, rivaroxaban, apixaban, klopidogrel yoki aspirin, buni albatta ayting. Chunki operatsiya, ukol, qon ketish xavfi, insult va infarkt bahosida bu ma'lumot katta rol o'ynaydi. Uchinchi qadam, xavfli belgilar ro'yxatini bilib oling. Ko'krakda bosuvchi og'riq, nafas qisishi, yuz qiyshayishi, nutq buzilishi, qo'l oyoqda to'satdan kuchsizlik, hushdan ketish, qon qusish, qora najas, to'xtamaydigan qon ketish, saturatsiya pastligi, bosim juda tushib ketishi, qon juda pasayishi yoki juda ko'tarilishi, siydik chiqmay qolishi, tana haroratining infeksiya bilan birga ko'tarilishi yoki aksincha tana so'yib ketishi shoshilinch murojaat uchun sababdir. 4-qadam, shifoxonada savollarni yozib boring. Men yaqinlarga shunday jumlalarni ishlatishni tavsiya qilaman. Doktor, iltimos, tashxisni oddiy tilda tushuntirib bering. Shifoxonaga yotqizmaslik qarorining tibbiy sababi nima? Uyga olib ketsak. Qaysi belgilar bo'lsa darhol qaytamiz. Qaysi dorini qachon va qancha ichiramiz? Qayta ko'rik qachon? Bu qaror xulosada yoziladimi? Bunday savollar janjal emas, normal tibbiy muloqotdir. 5-qadam. Agar siz qarordan shubhalansangiz, ikkinchi fikr so'rang. Bu vrachni haqorat qilish emas. Murakkab holatlarda ikkinchi mutaxassis fikri kerak bo'lishi mumkin. Masalan, yurak yetishmovchiligi bo'lsa kardiolog, buyrak masalasi bo'lsa nefrolog, insult bo'lsa nevrolog, saraton bo'lsa onkolog yoki palliativ mutaxassis bilan maslahatlashish foydali. Iloji bo'lsa barcha tahlil va xulosalarni bir joyga jamlab ko'rsating. 6-qadam. Rad javobi bo'lsa, yozma izoh so'rang. Men hammani majburan yotqizdiring demayman. Lekin tibbiy qaror tushunarli va hujjatli bo'lishi kerak. Agar bemorni shifoxonaga yotqizishmasa, sizga qayerga murojaat qilish, qaysi dori, qaysi tekshiruv, qachon qayta ko'rik kerakligi aytilishi lozim. Agar umuman yordam ko'rsatilmasa yoki qo'pol muomala bo'lsa, muassasa rahbariyatiga, sog'liqni saqlash bo'limiga yoki tegishli murojaat kanallariga yozma murojaat qilish mumkin. 7-qadam, uyda kuzatuvni to'g'ri qiling. Keksa bemorda har kuni kamida bir necha ko'rsatkichga qarang. Bosim, puls, harorat, qand bo'lsa qand miqdori, nafas olish soni, ovqat yeyishi, suv ichishi, siydik chiqishi, xushyorligi. Masalan, kecha bemor o'zi yurgan, bugun turmayapti. Kecha gaplari aniq edi, bugun chalkash. Kecha ovqat yedi, bugun butunlay rad etdi. Bunday o'zgarishlar oddiy hol emas. 8-qadam, yig'ilishning oldini oling. Keksa odam shifoxonaga ko'pincha asosiy kasallikdan emas, yiqilish oqibatidan tushadi. Uydagilar chetlari ko'tarilib turmasin, hammom sirpanchiq bo'lmasin. Tunda yo'lakda chiroq bo'lsin. Dori ichgandan keyin bosh aylansa yolg'iz yurmasin. Son suyagi sinishi 7-5 yoshdan keyin juda katta muammo. Bitta yiqilish odamni oylar davomida yotqizib qo'yishi mumkin. 9-qadam. Oilada oldindan gaplashib oling. Bu og'ir mavzu, lekin zarur. Agar bemor juda og'ir kasallikka chalingan bo'lsa, u nimani xohlaydi? Uyda parvarishmi? Shifoxonadagi maksimal muolajalarmi? Og'riqsiz va tinch parvarishmi? Bunday suhbatlar vaqtida qilingan bo'lsa, favqulodda paytda oila bir-biri bilan tortishib qolmaydi. Bemorning qadri, istagi va tibbiy manfaatlari hisobga olinadi. 10-qadam, internetdagi vahimali xabarlarga darhol ishonmang. Hamma qarlarni davolash taqiqlandi
degan gaplar ko'pincha noto'g'ri talqin, alohida holat yoki hissiy sarlavha bo'ladi. Haqiqiy savol boshqacha, aynan sizning bemoringizda qaysi tashxis bor? Qaysi ko'rsatkich xavfli? Qaysi muolaja foydali? Qaysisi foydasiz yoki xavfli? Qaror qanday hujjatlashtirilgan? Mana shu aniq savollar odamni himoya qiladi. Yana bir muhim maslahat, vrach bilan urushishdan oldin muloqotni to'g'ri boshlang. Men ko'p vaziyatlarda ko'rganman. Oila baqirishni boshlasa, hamma asabiylashadi, asosiy ma'lumot yo'qoladi. Eng to'g'ri yo'l, doktor, biz xavotirdamiz, lekin tushunishni xohlaymiz. Iltimos, holatni oddiy qilib ayting. Biz uyda nima qilishimiz kerak deb boshlash. Agar haqiqatan ham e'tiborsizlik bo'lsa, keyin yozma murojaat qilish mumkin. Lekin birinchi maqsad janjal emas, bemorga yordam olish. Bugungi gapning asosiy mazmuni shuki, keksa odamni faqat yo'sh uchun davolamaslik to'g'ri emas. Lekin har bir bemorda davolash usuli uning umumiy ahvoli, tashxisi, xavf darajasi va kutiladigan foydasiga qarab tanlanadi. Shifoxonaga yotqizmaslik har doim ham yordam bermaslik degani emas. Lekin har qanday qaror tushuntirilgan, asoslangan va imkon qadar hujjatlashtirilgan bo'lishi kerak. Men sizdan iltimos qilaman. Ota-onangiz yoki bobongizning dori ro'yxatini bugunoq yozib qo'ying. Tibbiy hujjatlarni bir papkaga jamlang. Xavfli belgilarni yodda tuting va shifoxonada qanday savol berishni biling. Bu oddiy tayyorgarlik ba'zan juda katta vaqtni tejaydi. Sizningcha shifoxonalarda keksa bemorlarga munosabat qanday? Siz yoki yaqinlaringiz shunday vaziyatga duch kelganmisiz? Fikringizni izohlarda yozing. Boshqalar ham tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni yaqinlaringizga yuboring, chunki bu mavzu har bir xonadonga tegishli.